Azizlar, hammaga xayrli kun tilayman hamda bugungi bemorimiz bilan ham tanishtiraman. Demak, patsientkamiz Andijon viloyatidan tashrif buyurib kelishgan 5 kun oldin. Yaxshimisiz? Yaxshi. Xo'p. Operatsiya o'tkazdik. Hozir nima bo'yichaligini o'zlaridan so'raymiz. Nima shikoyat bilan kelgandingiz? Men qarziyat bo'yicha kelgandim. Esimni taniganimdan 20 yildan beri shu kasallik bilan yuraman. Oldin 3 kunda, 2 kunda bir o'zi kelar edi. Qiynalmasdim. Endi yoshim katta bo'lib, turmushga chiqqanimdan keyin qiynalishni boshladim. Keyin faqat muntazam dorilar bilan tegizib yurdim. Keyin shu to'rtta farzandlik bo'lgandan keyin dori ta'sir qilmay qo'ydi. Dori ta'sir qilmay. Keyin doktorlarga ko'rindim. İçek uzayıp, kengayib ketgan hoca operatsiya dedi. Shu bilan keyin hojanim operatsiyadan qo'rqdi. Operatsiyadan oldin ancha yurganmisiz kerak, davolanib. Diyetalar qildingiz, hamma narsa. Diyetani zo'r qilasiz. Hammasi hisob-kitob bilan diyetologga qatnab qilishadi, lekin shunda ham o'zgarish bo'lmagan. Chunki yillar davomida o'sha ichaklar o'z funksiyasini buzilganda, keyingi yil cho'zilib, o'zini peristaltikalari pasayib, nima deydi, burmalari tekislashib ketgan. Bu hamma tekshiruvlarda aniq bo'ladigan narsa. Rentgen qilinadi, kolonoskopiya qilinadi, hammasi shunda aniq bo'ladi. Keyin shunda men doktordan nomini so'radim, meni kasalimni nomini ayting dedim. Aytdi, men Telegramdan sizni ko'rdim degan yozsam, siz chiqdingiz. Keyin men sizga qiziqdim. Lazerda olmasdan ichaydi. Olmasdan shunday ingichkachalar foydalanish bor degandingiz. Shunga qiziqib sizni kuzatdim, sizga kelib davolanganlarni topib ular bilan gaplashib ko'rdim. Chunki hojinim orqaga yo'l yo'q operatsiyadan. Eng oxirgi nuqta operatsiya. O'shanga hammasini taroziga qo'yib, endi hojinimga aytsam, to'xtab men surishtiray deb Toshkentdan boshqa doktorlarga surishtirdi. Mana bor ekan, ular ham nazarda qilar ekan, olib boraman deb. Haligi ko'ngilga mashqizga borib degandim. Keling dedim, suhbatini olib kelaylik. Ko'ngil yomon narsa, qarshi bora olmaysiz keyin bo'pti dedi. Keldik, suhbatlashgan. Suhbatingiz olgani kelib, biz bilan operatsiya o'tib ketyapmiz. Ichki instinkt deymiz-ku, odamning ichki instinkti endi menga olib kelgandida, juda yaxshi, mayli kimda qildirsa ham, qayerda qildirsangiz ham, asosiysi natija yaxshi bo'lsa bo'ldi. Mana bugun operatsiyaga 4-kun bo'lyapti. Juma bo'lganida shanba. Shanba bo'lgan. Payshanba. 4-kunda bugun. 4-kun operatsiyaga mana hammasi joyida. Qanday bo'ldi operatsiyadagi qiyinchilik? Qanaqa qiynaldingiz? Menda shu vahima qo'rquv, narkoz olsam, hech umrimda olmaganman. Narkozdan chiqishim qanaqa bo'ladi? Operatsiyadan chiqa olamanmi? Shunaqa qo'rquvlar bo'ldi, lekin sizda davolanganlar bilan gaplashganimda narkoz bilinmadi. Bitta uxlab, bitta turdim, oddiy holda edi. Men ham keyin shundan haqiqatan shu narkozni berib bo'lmasdan uxladim. Turganimda operatsiya tugagan. Operatsiyadan keyin 2 soatdan keyin yurishga ruxsat berildi. Unaqa o'rnlarida og'riq, achish bo'lmadi. Operatsiyadan keyin qusish, boshqa og'riq bo'lmadi. Yengil o'tkazdiz, juda yaxshi, juda xursandman. Demak, unaqa o'ylangan darajada vahimali, bir qo'rqinchli emas. Operatsiya so'zini o'zi qo'rqinchli. To'g'rimi? Lekin jarayon o'zi qo'rqinchli emas. Demak, mana qornimda hech qanaqa kesmalar yo'q, bemalol og'riqsiz, hech narsa yo'q. Mana hozir demak 4-kun bo'lgan bo'lsa operatsiyaga javob beryapmiz. Bular chaqalog'i, ham bor chaqalog'i bilan birga kelgan, beshiklar bilan. Endi hozir Andijonga javob beryapmiz. Demak, yeyish qanaqa ovqatlar dietический boshladingiz? Bulyonlar hammasini ichilyapti, kasha, masha, короче, hamma nimalar yeyishlar o'rgatilgan. 1 oy nazoratda bo'lasiz, 1 oydan keyin qayta ko'ring va bemalol odatiy turmush tarziga qaytavering. Jismoniy harakatlar bilan shug'ullanavering. Shu mana shu azizlarim, demak, laparoskopiy operatsiyani afzallik tomonlari juda ham ko'p. Sanab o'taman desam, 10 soatlab o'tirishim mumkin. Asosiysi bemor uchun og'riqsiz o'tishi. Shu. Juda yaxshi.
Demak, kuzatuvchilarimizga может qanaqadir tilaklaringiz bordir, maslahat bordir, может. Deb bo'lsa, menga o'xshab o'qib yurganlar yo'q, qo'rqmaslik kerak. Yordirib, operatsiya qildirganman, lazer 1000 marta yaxshi. Keyin menga yoqqan tomoni endi doktorlar nazoratida doim bo'lasiz, xabar oladi. Medsestralar juda ham yaxshi, sharoit juda yaxshi. Menga shu tomonlar ham yoqdi. Faqat operatsiya emas, odamning sharoiti ham yaxshi bo'lishi kerak. Oqibat. Endi bor. Bunaqasi yaxshi muomalalar. Aytadi-ku, yaxshi so'z bilan vrach 50% ga davolaydi. To'g'rimi? Juda ham xursandman. Yaxshi tilaklaringiz uchun, maslahatlaringiz uchun, o'zlaringiz uchun rahmat. Bundan buyog'iga juda ehtiyot bo'lib, boshqa kasal bo'lmasdan yuringlar. Azizlarim, sizlarga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Birinchi o'rinda shu. Ko'rishguncha